Doktor, farzandim 2 oylik. Oxirgi paytlarda shom payti yig'lash, injiqlik kuzatilyapti. Buni sababi nimada? Bu holat ko'pchilik 2 oylik bolalarda uchraydigan holat hisoblanadi. Buni keltirib chiqaruvchi asosiy sabablar homiladorlik jarayonining qanday o'tishi, undagi stresslar, asabiylashish jarayonlariga bog'liq va tug'ilish jarayonidagi peritonal jarohatlanishlar ham ta'sir qiladi. Bu holatda ma'lum bir neyrosonografiya shunga o'xshash tekshiruvlarimiz bor. Tekshiruvlar amalga oshiriladi va boladagi o'zgarishlar to'liq baholanadi. Ko'pincha bu holatlarda mayda qon bolalarning bosh miyasida mayda qon tomirlari yorilib, bosh miyada gipoksiya jarayoni kuzatiladi. Bu gipoksiya jarayoni o'z-o'zidan qorinlardagi ichaklarda peristaltik harakatlarni susaytirish va qorinlarda dam bo'lish, lablarda titroq, tungi uyqularning buzilishi, shomdan keyingi yig'lar, agar mashinalarda yurganda tebranish hisobiga yig'lashlarning pasayishi, emishda qaqab ketish holatlari kuzatilishi mumkin. Agar bolangizda shunday holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, qabulimizga kelishingizni so'raymiz.